Yashnobod 2-metro bekatining yonida 2 xona 57,2 kvadrat. U bitta holatida Arzon narx kanalida naqd pulga 48.500 dollarga obzor qilib beramiz. Ustida ozgina o'tib beradigan joylari bor. Podyezdimizga kirganimizda prikoshka, endi remontiga e'tibor bermaysiz, bez remont deyilyapti. O'ng qo'lda oshxonasi. Ikkita xolodilnigi bor, rossiyskiy bu tashlab ketilgan bo'lmisiga. Unda o'tganimizda kattakon zal, uy xona yog'och eski polda, lekin toza saqlangan. Devorda kosmetika qo'rsalaringiz. Bir reklama qilganlik akamiz bor. Sanjar aka naqamiz 4,000 dollarga usta haqqida materiallari bilan kirib yashaydigan remont qilib beraman deyishyapti. U skidka, shu uyda olganlar uchun faqat. O'ng qo'lda ikkinchi xonamiz. Romlarni almashtirib yuborish kerak, lekin pulim yo'q. Men hozir pul yig'inishim kerak desangiz ham ko'chib kirib vaqtincha yashab tursalaringiz bo'ladi. Yoki arenda berib tursalaringiz ham bo'ladi, bemalol. Faqat arzonroq qo'yiladi. Balkonini bu birg'ish balkon olib tashlanib, katta qo'shib yuboriladi. Bu tarafingiz mana balkon endi ancha paytdan beri remont bo'lmagan. Endi arzon variant chiqaring, 2 xona bo'lsin, arendamiz to'xtasin deydiganlar uchun juda zo'r variant. Keyin bu tarafda mana yana ikkinchi xonani balkon qismi, bu yerda ham qo'shib yuboriladi. Bu taraf to'g'rimiz, mana metro. Romlarini ham almashtirib beradi. Usta haqqi hammasi ichida taxminan bir 20 kun, 25 kun remont bo'ladi. 4,000 dollarga faqat shu uyda. 57,2 kvadrat. Pastda ikkinchi etajdan so'radik, kvadratiga 1000 dollardan so'rab turishibdi. Biz yana 48.500 dan ozroq o'tib beramiz. Faqat naqdga sotilinadi, kredit ipotekalarga berilmaydi. Pastdan nomerga chiqib olasizlar, sanujilni ham bitta ko'rsatamiz. Sanujili to'g'rida mana alohida. Bu yerda hojatxona qismi alohida. Garderob. Bu yerda garderob mana. Banka taxlashga bilasizlar. Bu taraf nima? Bugün şu garderob. Ikkinchi garderob bu. Oyoq kiyim taxlashga boshqa narsa. Bu yerda ham nimadir o'zgartirish qilsa bo'ladi. Metroning yoni Yashnobod 2-metro bekat. Yashnobod 9 etajli domimizning 6-etajida. Domimizda umumiy ko'rinishlarini ko'rishlaringiz mumkin. 2-etajda mana 2 xonali kvartira sotilyapti ekan. Akamizga bemalol aloqa chiqib ko'rasizlar. Kvadratiga 1000 dollardan so'rab turibdi ekan. Umumiy ko'rinishlarini ko'rishlaringiz mumkin. Knijniy dom deyiladi. Bitta etajda odatda 3 ta xonadan bor endi bir tarafida. O'ng qo'l tarafida Amsterdam davrida qurilgan 4 etajli domlar, zeleniy zona, bolalar maydonchasi bor. O'ng qo'lda mana undan o'tganda mashina qo'yish uchun parkovkalar yetarlicha, xudo xolasa. Lokatsiyasi yaxshi joyda. Shuna domning orqa tarafida metro bor. Bu keyin Yashnobod rayon 3 etajli mo'shtning shunda yonida. Bu tarafimiz Tavrazga, ya'ni Yangi O'zbekiston taraf. Bilasizlar, u taraf Yangi Toshkent tumani tushyapti. Misol shaharga qo'shilgan Chorvoqdan toza havo kiradigan shamol yo'nalishida joylashgan hudud hisoblanadi, ya'ni yozi nisbatan salqin va havosi toza bo'ladi. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Yashnobod metro bekatining shunda yonidagi domda. Orqa tarafida sadik, ya'ni bolalar bog'chasi, maktab shunda yaqin. Shuna orqasida Al-Hudaybiya jome masjidiga yaqin masjid. Lokatsiyasi yaxshi joyda mana. Bilasizlar, endi bu yo'l nari tomon Amir Temur mahallasi, Korzinka taraf 3 etajli mo'stlar. Uzoqlashmang, arzon variantlarni o'tkazib olishing uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.